65 yoshli qadrdonimiz hozir farzandli bo'ldilar. Bitta mijozimiz keldilar. Hamma narsalari bor, hamma imkoniyatlari katta. Prostata bezimda ozgina muammo bor, chunki bu yoshda hammada bo'ladi deb bir oy mahsulot ichildi. Demak, 65 yoshlarda olib ketgan bo'lsalar, 3 ta olib ketdilar. 3 kurs qildilar. 1 yildan keyin ko'rishdik. Qadrdonimiz keldilar, 1 yoshlik chaqaloq bilan kelishdi. Bu bizning farzandimiz, o'sha 66 yoshda farzandli bo'ldilar. Demak, natija bu 65 yoshdagi insonda, demak, o'sha spermatozoidlarni aktivlashtirdi. Demak, bu mahsulot o'zi ishlayapti. Ko'ryapsizmi? Mahsulotda hech narsa ichmaganlar boshqa. Faqat profilaktika uchun o'zlariga ham shu mahsulotni ichib ko'rib, mazza qilib farzandlari hozir mana 6 yoshda kelasi yil maktabga boradi. Umrlari uzoq bo'lsin deb u kishini ham tabriklab qo'ydik. Lekin ko'p befarzandda kelishadi. Ko'p befarzandlar juda ham spermatozoid 0% da keladi. 0 bo'lgan erkaklarimizni ham foizini ko'tardi.